Qizlar, vitamin B kompleks. Ko'pchilik vitamin B kompleksdan qo'rqadi. Qo'rqish kerak emas. Даже hozir o'sha mioma kistasi borlar ham уже doktorlari vitamin B yetishmovchilik ketsa bu yomon narsa, juda ham yomon narsa. Yo iching уже vitamin B ichmasangiz bo'lmaydi deb vrachlarni o'zi tavsiya qilgan, faqat tabiiysini olib iching deb. Sintetik vitamin B mioma kistaga yomon, lekin tabiiysini bemalol olib ichasiz. Eng yomon narsa ayollarda vitamin B yetishmovchilik. Hamma kasallar ham mana shundan chiqadi, vitamin B yetishmovchilik. Bu vitamin B kompleks tabiiy holatdagisi GMP standartlari olingan, urilgan. Mana qaranglar, hammasida GMP standarti bor. Shuning uchun bemalol qo'rqmasdan olsangizlar bo'ladi. Bular hammasi tabiiy, sintetik, aptechniy emas. Aptekanikidan qo'rqish kerak. Aptekani dorilari endi bilasizlar, u sirazi tez sizni yaxshi qilish uchun, o'sha uchun 5 kun, 6 kun ichish tavsiya qilinadi. Doimiy emas. Vitamin Smart Memory Up, keyin omega 3. Omega 3 ham bizada O'zbekistonda hammada omega yetishmovchilik